Payg'ambarimiz alayhissalom o'zi bir marta haj qilganlar. Hajjatul vado deydi. U xayrlashuv haji deydi. Chunki Rasulimiz alayhissalom mana shu hajda mau'iza qilganlar va bu mau'izalarini sahobalar vasiyat deb qabul qilganlar. Chunki Rasulimiz alayhissalom mana gapimga quloq solinglar. Keyingi yilda men bu joyda turamanmi, turmaymanmi, bilmayman deganlar. O'zlari olamdan o'tishiga ishora berganlar. Sahobalar yig'laganlar eshitib. Ana o'shunda Hajjatul Vadoda Rasulimiz alayhissalom bir gapni aytgan edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vidolashuv hajida Qurbonlik kuni Minoda qilgan xutbalarda shunday dedilar: Inna dima'akum va amwalakum va a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada. Ala